Navfon aka, nega oshxona jihozlari nержавейка materialdan qilinadi? Har xil sabablar bor. Birinchi sabab ses. Qanchadir muddatdan keyin любой oshxonaga sanitariya keladi, tekshiradi. Tozalikka, go'standga to'g'ri keladi, go'standardga, ovqat ta'minotga ta'sir qilmaydimi? O'shanga nержавейка shu hamma sabablarga chidamli bo'ladi. Ovqat ta'minotlarga ta'sir qilmaydi nержавейка, chunki biz pishavoy nержавейка bilan ishlaymiz, sertifikatlangan bizda pishavoy nержавейка. Ikkinchidan, har xil hasharotlar kirmaydi. Biz nержавейкаdan plotni hamma svarkalarni bizda specialistlar chiroyli qilib svarkalab buni yasab beradi, полный standartga keladigan qilib. Mana qancha anaqalarga keldi, ses biz ishlaydigan joylarga keldi, hech muammo bo'lmagan seslar bilan. Nержавейка u metalldan qilingan, ko'pga chidaydi-da, chem ana, допустим, taxta, yog'ochlardan bari iznos bo'ladi, ham o'sha bari teshiklardan o'sha hasharot ham kirib ketadi-da. Shu sabablar shunaqa, ham nержавейка vлагостойкий bo'ladi. Допустим, taxtadan bari qiladi-yu, qachon bo'lsa ham bari suv tiyib, bari shishadi, boshqa bo'ladi. A bu nержавейка bemalol suvga chidamli bo'ladi. Tim более biz ana 430 markada ishlaymiz. Полностью vлагостойкий shanaqadan qilinadi. Ham dalgaveshni bo'ladi. Asosiy sabablar shu. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Fayz nержавейка sahifasiga obuna bo'lib qo'yinglar.